Assalomu alaykum azizlar. Transformer fasonimizni cappuccino rangdagisi shkafimiz komod bo'ladi и belanchimiz tebranadigan holatda. Ham tagida balonchik bo'ladi и cho'ziladi ham. Mashq turishi 1.30 ga 80 lik bo'ladi, cho'zilganda 1.80 ga 80 bo'lib, oldida panjarasini olib spanliga ulasa ham bo'laveradi. Pashonalari komplet holatda qo'ygan narximiz ichida 3 ta bolishchasi, machalka matrasi, o'ramasi, chesteri, komod ham chester, bu tumbichkali ham 4 ta tortmali bo'ladi. Tepada bola pampers alishtiradiyoni. Ikki qanotimiz ichida bitta vishilka, tepasida polka bo'ladi. Qanotimiz ichida 4 ta polkasi bor, 5 etajli bo'ladi. Polni mexanizmlari davodchi holatda 100%. Bunimiz razmeri 1.36 bo'ladi, balandligi 2.5 bo'ladi, yonboshi 50 cm lik. Komodimiz balandligi 85-90 ga ko'tariladi, endiga 1.20 lik, yonboshi 50 cm. Bularimizni razmerini aytdik, pastda nomerlar qoldiramiz. Endi tushunmagan joylarga telefon qilsanglar, podrobni tushuntirib yuboramiz. Hammalarga sog'lik tilaymiz.